Assalomu alaykum, Xorazm ahli. Xudo xolasa Shovotga keldik. Varmqovuz kotel 2019-yil qo'yilgan. Hozir ustaxonaga ketib, buni polni proverka etib, tekshirib, xudo xolasa kelib qo'yib, yoqib tekshirib beramiz polni. Profilaktika ochishga etib beriladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Xorazm ahli. Xudo xolasa hozir yana bir Varmqovuzimiz keldi. Polni yechib tashladik hamma vazini. Endi bularning ichlarini serib, tozalab, hamma narsasini hozir kislota quyildi ichine. Yana narsalarimizni polni yechib, hammasini solib qo'yibmiz. Yuvib, ochishga etib beramiz. Shu vajlardan polni serib, tozalab, polni ochishga bo'ladi. Shunda ekranlarda telefon nomerlarini qoldiramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yana hamma narsasi birin-birin yechib tozalanadi. İş jarayonini zapchastlarning hammasi yechilib, shuni addelni qo'yib ochishga etiladi. Gaz klapani, nasozi, hamma narsasi yechiladi. Bunda aerofil kotelimiz bu ham ochishga gap turibdi. Ekranlarda telefon nomerlarini qoldiramiz. Xorazm Santexnik.